Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. 2026-yilda yaxshi niyat qilib ota-onam va yaqinlarim umra safariga jo'nataman deb turgan akalarimiz bo'lsa, Xudo xolasa bugun Centrum Holidays firmasiga yetib kelganmiz. Litsenziyalangan firma. Xudo xolasa sizlarga umra narxlarini tanishtirib o'tamiz. 2026-yil Xudo xolasa yanvar oyiga chegirmali reyslar bor deyshab, Xudo xolasa sizlarga birma-bir narxlarni tanishtirib o'tamiz. Videoda like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'ysa, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamaysizmi? Yaxshimisiz-ku, charchamay aka, oldingizmi-ku? Xudo xolasa 2025da yopdik aka. Xudo xolasa 2026-yil yangi yil, Xudo xolasa chiroyli reyslarimiz bor, aytib o'tamiz, Xudo xolasa. Zo'r. To'liqroq ma'lumot beramiz. 14 kunlik umra safari bo'ladi, standart paket bo'ladi. 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lishadi, 11 kun Makkada bo'lishadi. O'sha 14 kunlik umra safari bo'ladi. Standart paket bo'ladi. Xudo xolasa Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Malakali liboslarimiz birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida sayohat, ibodatlarga olib chiqishadi. Xudo xolasa yordam berishadi. Yordam berishadi. Xudo xolasa nima so'rasa hamma yo'lda aytishadi. Madina sayohatimizda Ravza, Qur'on bosmaxonasi, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatimizda umra amal, firma tomonidan Qizil dengiz, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Bonus tariqasida Xudo xolasa qo'shib beriladi. Undan tashqari orqali ketganlarga bir barakaga 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Toyibga ham sayohatlarimiz bor. Toyib shahriga bepul sayohat bepul sayohatlarimiz bor. Zo'r, Xudo xolasa bonus bo'lar ekan. Zo'r ekanda, mana Centrum Holidays kompaniyasi orqali kelsalar, Xudo xolasa shuncha bonuslar qilib berishsa, yana o'zbek ovqatlari ham bo'lar ekan. Hatto menimcha o'zbek povurlar ishlasa kerak, Xudo xolasa o'zbek povurlar ishlashadi. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? Bizga Zagram pasportlarni tashab berishadi. Birinchi o'rinda, keyin bank orqali счет raqamimizga pul tashab berishadi. Xollasi 100%, xollasa ma'lum miqdorda tashab, qolgan aeroportda erishsalar. Xollasa kelishadi, ofislardan maxsus kassalarimizga to'lov qilsa bo'ladi. Ikki xil bor ekanda to'lov usuli. Xollasa bank orqali ham tashlasangiz bo'ladi, xollasalarning ofisiga kelib turib to'lov qilsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa kassirlar bor. To'lov bo'yicha Xudo xolasa muammo bo'lmas ekan. Zo'r. Xo'p, litsenziyani bitta aytib o'taylik aka. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapmiz. Litsenziya berilgan joyda. Xudo xolasa o'zlaringizdan bemalol kelib, to'lov qilgan kelganlaringdan bitta ko'rsating litsenziyalaringizni desalaring, Xudo xolasa akalarimiz ko'rsatishadi. Zo'r, Xudo xolasa. Ketishayotganda firma tomonidan nimalar beriladi endi aka? Ketishayotganda bejlik beriladi. Undan tashqari nimcha beriladi. So'mka beriladi. Centrum Holidays kompaniyasining so'mkalari. Xudo xolasa 3 ta narsa bonusga qo'shib berishar ekan. Kelishayotganda 5 litrli zamzam suv bonus tariqasida beriladi. Har bitta odamga 5 litrdan beriladi, Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, qachonga reyslarimiz bor endi aka? 4-kunga mana Namangan Jidda yo'nalishda reyslarimiz bor. Undan tashqari 11-kunga Namangan Jidda, oyda oxirigacha reyslarimiz bor. Bemalol aloqa. Farg'onadan esa 7-kun Farg'ona Madina, undan tashqari 10-kuni Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Hozircha Toshkentdan yo'qmi? Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Toshkentliklar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Namangandan aytdik, hozir Farg'onadan aytdik. Andijondan reyslar bormi yoki? Yo'q, faqat bizdan shu uchalasi bor. Hozir Namangan, xo'p Farg'ona bo'lyapti, Toshkent bo'lyapti, Xudo xolasa. Vohali obunachilarimiz bo'lsa bemalol Toshkentga borib bo'laveradi. Vodiyliklar bo'lsa Namangan, Farg'ona o'zlarining xohlaganlarini tanlab Xudo xolasa uchsalaring bo'laveradi. Narxlarni nech puldan qilib berasiz? Narxlarimiz siz obunachilaringizga $1040 qilib beramiz. $1040 Xudo xolasa skidka narxida bo'lyapti yanvar oyi uchun. Xudo xolasa yanvar oyida birinchi 10 kunlik aytilgan sanalarga $1040 qilib beramiz. Ulgurib qo'yinglar, Xudo xolasa. 13-kunga komfort paketimiz bor. Farg'ona, Jidda uchadi. Madinada ham 3 mahal, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Madinada gastnitsa oralig'i Meros toiba 100 metrlik gastnitsa, Makkada esa Al Miskin degan gastnitsamiz, u 1-2 kilometr. Madina Makkada 3 mahal sayohat, ibodatlari o'ta ko'p bo'ladi. Hammasi bu komfort paketi bo'ladi. Qimmatlashgan sari sharoit yaxshilanadi. Madinada 3 mahal, Makkada bunimiz narxi $1100 beradi. Lekin standartda ham Xudo xolasa yaxshi narsalar bo'ladi. Bexijolat bor kelishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqaveringlar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yapmiz. Oyatullo uz kanalidan oldimni unutmaysizlar. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, har 2 kunda bir shunaqa yangiliklardan boxabar bo'lmaysizlar. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.